O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamkorligida poytaxtimizning Bektemir tumanidagi umumta'lim maktablarining 6-11 sinf o'quvchilari o'rtasida prokuror sovrini uchun kitobxonlik tanlovi o'tkazildi. Tanlovning birinchi bosqichi maktablar miqyosida tashkil etildi. Yuqori natija ko'rsatgan 30 nafar eng ilg'or o'quvchi tuman bosqichida o'zaro bellashdi. Ishtirokchilar test sinovini topshirdi. Unga ko'ra tanlovda qatnashadigan o'quvchi belgilangan kitoblar ro'yxati bo'yicha tayyorlanishi lozim. Tanlov natijalariga ko'ra har bir o'rin uchun 3 nafardan o'quvchi tanlab olindi. G'olib va sovrindorlar hamda qatnashchilar munosib taqdirlandi. Shuningdek, tanlov doirasida prokuror va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. O'quvchilar muzey, ma'naviyat burchagi va axborot resurs markazi bilan ham yaqindan tanishtirildi. Ushbu tanlovning tuman bosqichi harbiy prokuratura tomonidan o'tkazilib va shu binodagi muzey bilan tanishdik. Bu jarayonda biz harbiy prokuraturaning faoliyati, ish jarayonlarini kuzatishga muvaffaq bo'ldik va bu borada Jamila, Alvido bolalik hamda yodgor asarlarini o'qib, o'zimga kerakli xulosalarni chiqarib, bugungi tanlovda birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldim. Harbiy prokuratura muzeyida juda ko'p eksponatlar va harbiy prokuraturaning ish faoliyati bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'ldik. Juda ham qiziqarli va men u yerda o'zim uchun prokuratura haqida ko'proq tasavvurlarga ega bo'ldim. Men Mirkarim Osimning Jahonsiz bulutlar asari va Xudoberdi To'xtaboyevning Shirin qovlar mamlakati asarini o'qidim va tanlovda 2 o'rinni egalladim. Men bu pullarni shu bilim olishimga sababchi bo'lgan ota-onamga beraman. Albatta, bu kabi tanlov va tadbirlar yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, ularni vatanparvarlik va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lida xizmat qiladi.